yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo soliq inspeksiyasidan soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tgan subyektlardan import qilingan ishlar xizmatlar bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i majburiyatiga ega soliq to'lovchilar soni 300 dan tashkil etib, xorijiy hamkorlardan 4 trillion 519 milliard so'm ish xizmatlar import qilingan. Import qilingan ish xizmatlar uchun norezidentlarga to'lovlar amalga oshirgan subyektlar soni 421 tani tashkil etib, to'lab berilgan daromad summasi 13 trillion 20,1 milliard so'mni tashkil etgan. Tashqi manbalardan olingan ma'lumotlarga asosan 2025-yil 1-chorak davomida amalga oshirilgan tahlillar natijasida jami 337,3 milliard so'm qo'shimcha manba aniqlandi. Bunga soliq to'lovchilar tomonidan quyidagi bir qator xato va kamchiliklarga yo'l qo'yish sabab bo'lmoqda. Birinchi, soliq to'lovchilar tomonidan O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnoma qoidalarining noto'g'ri qo'llanilishi. Ikkinchi, O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomasi mavjud davlatlar tomonidan taqdim qilingan yoxud taqdim qilinishi lozim bo'lgan rezidentlik sertifikatlariga qo'yilgan talablarni bajarmaslik. Uchinchi, soliq kodeksiga tegishli moddalarning noto'g'ri qo'llanilishi va boshqalar sabab bo'lmoqda. Soliq solish tizimidan qat'iy nazar, foyda solig'i, qo'shilgan qiymat yoki aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilar soliq agenti sifatida norezidentning daromadlaridan foyda solig'ini hisoblab chiqarishi va ushlab qolishi kerak. Agar norezident daromadni O'zbekistondagi manbalardan olgan bo'lsa, norezidentning daromad olish bo'yicha faoliyati O'zbekiston hududida doimiy muassasani shakllantirmasa, soliq daromadlarining har bir to'lov paytida ushlab qolinadi. Agar O'zbekiston bilan xorijiy kompaniya rezidenti bo'lgan davlatlar o'rtasida ikkiyoqlama soliq solishning oldini olish to'g'risida xalqaro shartnoma amal qilsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llanilishi lozim. Quyidagilar soliq agentlari hisoblanadi. Yuridik shaxslar, shu jumladan soliq to'lovchilar konsolidatsiyalashgan guruhining ishtirokchilari, yakka tartibdagi tadbirkorlar, faoliyatini doimiy muassasa orqali amalga oshiruvchi norezidentlar, norezident bo'lgan yuridik shaxslarning O'zbekistondagi vakolatxonalari, mol-mulkni oluvchi jismoniy shaxslar va O'zbekiston norezidenti bo'lgan yuridik shaxslar, shuningdek yuridik shaxslar tashkil etmagan holda chet el tuzilmalari, doimiy muassasalar bundan mustasno. Soliq kodeksiga asosan soliq agentlari norezidentlarga to'lovlarni amalga oshirish chog'ida quyidagilarni aniqlik kiritish maqsadga muvofiq: to'lab berilayotgan daromad Soliq kodeksining 351-moddasiga muvofiq soliqqa tortilishi yoki tortilmasligi. Soliqqa tortiladigan daromadlar to'lab berilayotgan vaqtda norezidentning davlati bilan O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi mavjudligi. O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi mavjud bo'lgan holda norezidentning aynan shartnoma imzolangan davlatning vakolatli organi tomonidan taqdim qilingan rezidentlik sertifikatida mavjudligi. Soliq kodeksining 358-moddasiga asosan rezidentlik sertifikatiga quyidagi talablar qo'yilgan. Norezident rezidenti bo'lgan chet davlatning vakolatli organi tomonidan tasdiqlangan asl nusxa. Bunda shunday hujjatni berish konsullik legallashtirish amalga oshirilgan va qonunchilikda belgilangan tartibda apostil qo'yilgan holda bajariladi. Ushbu talablarga muvofiq bo'lgan hujjat asl nusxasining notarial tartibda tasdiqlangan ko'chirma nusxasi. Chet davlat vakolatli organining internet resursida joylashtirilgan soliq rezidentligini tasdiqlovchi elektron hujjatning qog'ozdagi nusxasi. Shuningdek, rezidentlik sertifikati norezident tomonidan soliq agenti tomonidan daromadni to'lash chog'ida taqdim etilgan bo'lishi lozim.